Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadisida Jundub radiyallohu anhu, Huzayfa radiyallohu anhu naql qilib deydi-ki, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "La yanbaghi lil mu'min an yuzilla nafsahu." Mu'minning o'zini xar qilishi joiz emas, o'zini xar qilishi to'g'ri emas dedi payg'ambar alayhisalom. Shuning bilan deyishdiki sahobalar: "Va kayfa yuzillu nafsahu?" Qanday xar qildi o'zini degandan keyin, qala yata'arradu minal bala'i lima la yutiq. O'zi qudrati yetmaydigan, taqati yetmaydigan narsalarga, balolarga o'zini urdi dedi. O'zini shuningga ittirdi dedi. Beshingni ko'tir qarindishim. Bizning dinimizni asla o'ldirmagan. Dinimizni asla tushirmagan. Beshingni ko'tirgan. Rabbing Alloh subhanahu va taolaning bandasida yashagan. Al-Aziz Rabbingning bandasida yashagan bu dunyoda. İnsanlardan tamarını, insanlardan tamanı üzüd ekansan, Allah seni aziz qildi. Qanchalik Allah subhanahu va taolaga peshonangni shunchalik urdi ekansan, shunchalik Allohga taslim bo'ldi ekansan, Allah seni shunchalik aziz qiladi. Musulmonlarning xalifasidan biri katta musulmonlarning o'limalaridan birini talab qilibdi, chaqirib, nasihat qilib qo'ysin menga deb. Kim u bilamsizlar? İmam Malik rahimahulloh. İmam Malik rahimahullah'ın qishig'a uning odamlari kelibdi. Debdiki, xalifasini talab qilyapti ey Malik. Mushu nasihat qilib qo'ysin, nasihatga hojati bor ekan deb degandan keyin debdiki, "Lastu bi hajatin ilayhi." Ya, men uningga hojatim yo'q. Agarda hojati bo'lsa, mening qishimga kelsin debdi. İmam Malikning javobi. İmam Malik shunda deydiki, "Al-ilmu yu'ta va la ya'ti" dedi. İmam Malikning so'zlaridan birisi. İlim başqalar onu izlab kelishi kerak. O ilim o'zi bo'lmaydi, o'zi kelmaydi o deb shuna deydi. Shuning bilan Harunur Rashidga, bu xalifa kimdi? Harunur Rashiddi. Harunur Rashidga İmam Malikning bu so'zi yetkazildi. Yetkazilgandan keyin dediki, haqiqatan to'g'ri aytibdi deb, men o'zim kelay deb o'zi keldiganda hamdi. İmam Malikning qishiq keldigan. Kelgandan keyin deydiganki, İmam Malik deydiganki, "Ablighuhu la asmahu lahu an yatakhatta riqaban nas." Uning yetkazib qo'yinglar. Men u kelgan vaqtida uningki insonlarning mo'rlaridan atlab jamoatning eng oldi safning oldiga o'tish uchun unda qilishga ruxsat qilmayman. Na kelgan bo'lsa, qachon kelgan bo'lsa, kelgan yerda eng oxirida navbat tekkan bo'lsa, shu oxirida o'tirish kerak deb shuni yetkazib qo'yinglar deb shuna debdi. Ha? Shuning bilan xalifa kelib majlisning eng keyinda o'tiribdi. So'rinninki eng keyinda xalifa shunday o'tiribdi. Rasulullah mı yeclisu haysu yantahi bihil meclis. Rasulullah mı mecliste bir sorunda ne orun düşüyordu, kelgan bo'lsa shu yerda o'tiradi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'ylab boqayli. Yani bu narsa uyg'unlayotdi, bir ijro qilinayotdi. Hattoki buningdan bakrak narsa o'ylab boqayli Rasulimizning hayotiga qarab boqayli. Agar Rasulullohni tanımaydigan bir arabiy, saradan bir arabiy kelsa, Rasulullohning kim ekanligini bilmaydi qadrli qarindoshlar. Bu qandoq bir kamtarlik o'ylab boqayli. Yani peygamberimizga qandoq kamtarlikki bu, bir arabiy tanımaydigan bir arabiy sorunga kirib qolsa, Rasulullohning kim ekanligini bilmay, "Ayyukum Muhammad" deb so'raydi-ki. Sizlarning qaysinglar Muhammad deb so'raydi. O'ylab boqayli. Rasulimizdagi bu kamtarlikni o'ylab boqayli qadrli qarindoshlar. Bugungi kunda bir o'ylasa inson tasavvur qila olmaydigan darajada qadrli qarindoshlar. Shuning bilan Harun Rashid kelgan vaqtida Harun Rashidning odamlari buni ulug'lab, bir o'rindiqni akab shu majlisdan keyinda o'ltirgan bo'lsin, bu o'rindiqni akab o'ltirib qo'yibdi-da. O'rindiq qo'yib berdi. Qo'ygandan keyin qal dediki, "Men tavada'a lillahi rafa'ahu va men takabbara wada'ahu." Kimki Allohga kamtarlik qilsa, Alloh uni ko'tirdi. Kimki Allohga cho'ngchilik qilsa, uni Alloh urdi, pastga tushirdi deb shuna debdi. Shuning bilan Rashid debdi-ki, Harun Rashid, "Xuzu hazal kursi." Bu o'rindiqni olib ketinglar debdi. Bu o'rindiqni olib ketinglar deb o'rindiqni beribdi. Ha? Demak, qadrli qarindoshlar o'ylab boqayli, olimning tutib atgan pozitsiyasiga qarab boqayli. Ha? Ya'ni insonlarning qo'ldagi narsadan behojat bo'lgan vaqtida hamma haqni yetkazadi mana shunday. Shuning uchun olim bütün ishlarda, dunyoligida bütün kishilarga muhtoj bo'lib qolishdan qattiq hazar elish kerak. Rizqi o'zining qo'lidan